Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Angliya parlamentining Avam palata a'zolari 22 aprel bilan tashlab, birdek ovoz bilan Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda berayotgan bostirish harakatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi. Bunun bilan Angliya, Amerika, Kanada, Gollandiyalardan keyin Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratgan qilmishini irqiy qirg'inchilik deb tonigan 4-davlat bo'lib qoldi. Xalqaro partiya qilgan parlamentning Xitoy ishlar birlashmasi 22 aprel kuni bayonot e'lon qilib, Angliyaning mutaassib parlament a'zosi Nusrat G'aniyning bu harakatga rahbarlik qilganligi va uni ilgari surganligini, uning xalqaro partiya qilgan parlamentning Xitoy ishlar birlashmasining a'zosi ekanligini, u yana irqiy qirg'inchilikning barliq ifodalarining Sharq Turkistonda Xitoy tomonidan sodir bo'lganligini bildirib, 3 nuqtaga diqqat qilishga, ya'ni birinchidan irqiy qirg'inchilik maqsadni o'lcham qiladiganligini, ikkinchidan bularning har qanday birini maqsadlik sodir qilish irqiy qirg'inchilik bo'ladiganligini, uchinchidan irqiy qirg'inchilik omillarining hammasi Sharq Turkistonda sodir bo'lganligini ta'kidladi. Bayonot yana kelar haftadan Italiya parlamenti tashqi ishlar komiteti a'zosi Delli Vedoning Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni ayblaydigan qarorini muzokara qiladiganligini, Xalqaro partiya qilgan parlamentning a'zosi Samoil rahbarligidagi qonun loyihasi Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi harakatini irqiy qirg'inchilik deb belgi qilgan qonun loyihasini Belgiya parlamentiga sunganligini, Xalqaro partiya qilgan parlamentning a'zosi Margarita va Gide Jinsonlarning rahbarligida kelar oyda Germaniyada Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik to'g'risida ochiq isbot anglish yig'ini ochilganligini bildirgan. Angliyaning Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilish munosabati bilan Sharq Turkiston Jumhuriyati surgun dokumenti Sharq Turkiston xalq nomidan Angliya parlamentiga Sharq Turkiston Xitoy tajovuzchilari tomonidan Sharq Turkiston xalqiga qarshi ishlangan jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb to'niganlik uchun rahmat aytib, Angliya parlamentini olqishladi va Angliya parlamentining bu qarorini mamnuniyat bilan tabrikladi. Shundaqla dunyodagi barliq demokratik davlatlarning Xitoy tajovuzchilari tomonidan planlab ishlanayotgan bu irqiy qirg'inchilikni to'nishga, bu irqiy qirg'inchilikni darhol to'xtatish uchun amaliy va jasoratli qadam tashlashga chaqiriq qildi. Aprel kuni Angliya hukumati Xitoy virusi sababidan Angliyaning hukumat yordam xomchotini qisqartirganligini, Angliya hukumatining Xitoy kompartiyasiga bo'lgan yordamini 95% qisqartirganligini e'lon qilgan. Hamda Angliya partiya qilgan parlament a'zolarining qo'llashiga erishgan. Siyosiy haftalik to'rbektining xabarida Angliya hukumati aslida davlat ishlab chiqarish umumiy qiymatining 7%ni xalqaro yordamga ishlatishga va'da bergan bo'lib, lekin o'tgan yildagi Xitoy virusi yuqumi sababidan xalqaro yordamni 0.5% qisqartganligini e'lon qilgan. Dominic Raab Angliya hukumatining Xitoy kompartiyasiga qilgan yordamini 95% qisqartirganligini, Xitoy Kommunistik partiyasining yordam turlariga faqat 900 ming fond sterling ajratib beradiganligini e'lon qilib, bu pulning Xitoyning jamiyatni echib o'tish ishlarini ilgari surish va kishilik huquqni yaxshilashga ishlatilganligini belgilagan. Dominic Raabning bildirishicha, Angliya hukumati Xitoy kompartiyasining guruch turiga bo'lgan yordamni bekor qilganligini, chunki bu butunlay Angliya boj topshiruvchilarining puli qiladigan isrofchilik ekanligini, bu qisqartishning chet eldagi yordam xomchotini muvofiq va mangulik qisqartishning bir tadbiri bo'lib qolganligini, Xitoy kompartiyasining puli Angliyadan ko'pligini, Xitoyning mudofaa xomchotining dunyo bo'yicha eng yuqori ekanligini, shunga Angliyaning yordamiga muhtoj bo'lmasligini bildirgan. Qora dengiz bilan Marmara dengizini bir-biriga bog'laydigan Kanal Istanbul loyihasi Turkiya Cumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'an tomonidan 2011 yili e'lon qilingan bo'lib, mazkur loyiha qurilishining Xitoy tomonidan ko'taraga ilinish ehtimolligi ilgari surilmoqda. Jurnalist Jala O'ztürkning Cumhuriyet gazetida e'lon qilgan yozmasida qurilishni ko'taraga ilish uchun 4 Xitoy shirkatining taklif sunganligi Xitoyning mablag' va texnik kuchidan foydalanib, Istanbul kanali qurilish orqali Turkiyada yerlashishga urinayotganligini ta'kidlab, 3-Istanbul ko'rikiga mablag' solgan Xitoyning buning bilan to'xtab qolmaydiganligini, Istanbul aerodromi va dengiz portlarini nishon qilgan Xitoy butun kuchi bilan Turkiyaga yerlashishga boshlaganligini, Xitoyning Istanbul kanaliga mablag' solish bilan cheklanib qolmaydiganligini, kuchli inshoot shirkatlariga ega Xitoy Istanbul kanalining qurilishini ko'taraga ilish ehtimolli borligini bildirgan. Xitoy tarafining mazkur qurilishni elish uchun Turkiyaga 30 milliard dollar taklif sunganligi, Turkiyaga jami 65 milliard dollar mablag' solishga va'da berganligi ilgari surilgan bo'lib, kuzatuvchilar Turkiyaning bu xil g'oyat zo'r so'mliq ul muassasa qurilishi sababli Xitoyga texmi yiqilishidiganligini, iqtisodiy jihatdan borgan sari Xitoyga yiqilishayotgan Turkiyaning Istanbul kanali qurilishi sababli siyosiy jihatdan Xitoyga beqindi bo'lib qolishi mumkinligini, Xitoyning Turkiyada xalq tarafidan ancha qarshi ilinmagan Kanal Istanbul qurilishini ko'taraga ilishi Xitoyga qarshi kayfiyatning texmi yuqorilishiga sabab bo'ladiganligini bildirishdi. Mutaxassislar Xitoyning qarz qiltiq siyosati sababli vayron bo'lgan va mustaqilligi tahdid ostida qolgan davlatlarni misol ko'rsatib, Turkiyani qattiq ogohlantirmoqda.
Misr soti davlatining shimolidagi Iskandariya shahrida o'nlarcha musulmon qarindoshlar tashkilotining a'zolarini qo'yib berishni qarorlashtirdi. Misrdagi musulmon qarindoshlar tashkiloti a'zolaridan ismini oshkorlashni xohlamagan ishonchlik manbalarning bildirishicha, Iskandariya shahridagi musulmon qarindoshlar tashkilotining a'zolari qo'yib berilmagan bo'lib, qaytadan boshqa deylovlar sababli tutqunlik holatining davomi tariqasida ikkinchi bir qarorning chiqarilishi yoki qo'yib berilishi pat yaqinda aniq bo'ldi ekan. Bu vaqtda Misr rasmiy organlari tomonidan texnicha hech qanday bayonot e'lon qilinmagan. Seshanba kuni Misr Ichki ishlar ministrligi Ramazon oyi munosabati bilan prezident mahkamasining kechirim qilishi bilan 1686 mahbusning qo'yib berilganligini uqtirgan edi. Misr hukumati davlatdagi harbiy siyosiy o'zgarishdan keyin 2013-yil dekabrda musulmon qarindoshlar tashkilotini cheklangan va terrorlik tashkilot e'lon qilgan edi. Dаңlıq ma'rifshunos Dieterich 9 soat ko'rish orqali erishgan narsadan 1 soat rasm sizish orqali ko'p narsaga erishgan bo'ldi degan. Rasm sizish orqali bolalarning o'ng so'l miyasi birlikda harakatlanib, ko'rish bo'limi bilan dunyoni o'zliksiz kuzatadi. Shuning bilan turmush tajribalarini rasmga singdiradi. Bolalar mo'l til bilan ichki dunyosini ifodalay-olmaganda, rasm sizish shakli orqali o'zining kayfiyati bilan ichki dunyosini ifodalay oladi. Bolalarning rasm sizish qobiliyatini taraqqiy qildirish orbitasini ularning psixikasi, fiziologiyalik taraqqiyot ritmi belgilaydi. 8 oydan 1 yoshgacha bo'lgan bolalar qog'ozga chekit chekadi. 1 yoshdan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar xohlagancha qog'oz puti sizish bosqichida bo'ladi. Bu chaqda bolalardan rasm sizish uqumi shakllanmaydi. O'zining eng dastlabki sezgi a'zosiga tayanib qalaymiqan sezadi. 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar qog'oz puti sizishni kontrol qilish bosqichida bo'ladi. Siziqning uzunligi va qog'ozning chetini ong bilan kontrol qiladi. 3 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bolalarda rasm sizish eng bixlanadi. O'zi sizgan rasmga ism qo'ydi, bir tarafdan rasm sizadi, bir tarafdan sizmoqchi bo'lgan rasm mazmunini tasvirlay oladi. 4 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar inchik halqalarga diqqat qilishga boshlaydi. O'zi eng qiziqqan qismlarni sizish yo'nalish qiladi. 6 yoshdan boshlab o'zining turmush, tabiat atrofida yuz bergan ishlarga bo'lgan haqiqiy chin hissiyotini ifodalaydi. Inchik halqalari ifodalash usuli jihatda texmi mo'llashadi. Ota-onalar odatda bolani rasm sizishga to'g'ri yetaklash kerak. Sharoit yaratib berish. Bolaning yosh aloyidligi asosan ularga sizmichilik taxtasi yoki cho'ng rasm sizish qog'ozi bilan bo'yoq, may bo'yoq qatorliq qurollarni tayyorlab berish. Bolalarning rasm sizgandagi qiyofati bilan qarindosh tutgandagi qiyofatiga bak kirishmaslik. Uningga rasm sizishning azodan so'qlanadigan qiziqarli ish ekanligini his qildirish kerak. Qiziqishini qo'g'dash. Hamma bolalarda rasm sizish qiziqishi bo'ladi. Rasm sizish eg'iz tilining boshlamchisi, go'zal tuyg'ularni ifodalaydigan qurol. Ota-onalar ularning rasm sizish qiziqarligi hamda ularning ifodalash usulini qo'g'dash kerak. Bolalar rasm sizganda gap qistirmaslik, aralashmaslik, daxli qilmaslik, gumonlanmaslik kerak. O'lgi nusxasini elib bolalarga do'rab sizdirmaslik. Bunday qilganda bolaning tasavvurini cheklab, rasm sizish qiziqarligini tövəllatib etadi. Ko'ngil qo'yib anglash. Yaponiyaning bolalar ma'rif mutaxassisi Nyaoju Xiaomining bolalarni tarbiyalashni rasm sizishdan boshlash kerak degan kitobida rasm sizish, qog'oz erkin sizish bolalarning hissiyot ifodasidir deyilgan. Shunga ota-onalar rasmni yaxshi sizish sizmaslik, o'qishib sizish sizmaslikdan iborat hukm qilish o'lchim bilan bolalarning rasmini baholamaslik. Rasmda ifodalamoqchi bo'lgan narsani yaxshi anglash. Bola ifodalamoqchi bo'lgan mazmunni tushunish va ko'ngil bilish kerak. Tajribasini mo'llashtirish. Bolani tabiat bilan ko'proq uchrashtirib, bevosita o'gitish, bevosita tajribaga erishtirish. Ota-onalar doim bolani tog' o'rmon, shaqratma qatorliq tabiiy muhit va do'kon, ko'rgazma sariya, ko'chalarga birga olib chiqish. Bolalar bilan ko'proq turmush to'g'risida paranglish kerak. Masalan, yaqinda yastixonda qiziqarli ishlar bo'ldimi degandek savollarni so'rash. Bu rasm sizishda xam material bo'lib qolmay, yana bolaning yaqinqi ahvoli hamda ichki hissiyotini tushunadigan yaxshi usul hisoblandi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.